Ayol kishining joyi oshxonada, erkak kishiniki ko'chada degan gap bor. Men faqat o'zim belgilayman joyim va o'rnimni. Qayerda menga eng yaxshi bo'lsa, o'sha yer meni joyim. Ya'ni hayotdagi o'rningiz jins tanlamaydi. Buni isboti sifatida manaman degan ayollardan zo'r pishiradigan oshpaz erkaklarni misol keltirish mumkin. Hayotdagi o'rningizni faqat o'zingiz belgilaysiz. Obuna bo'ling. Yoshroq qizligimda doim ozg'inligimdan va bo'yim balandligidan shikoyat qilardim. Uyimda birorta ham shkaf yo'q, men boshimni urmagan. Nima keragi bor qiz bolaga shunaqa baland bo'y deb jahlim chiqardi. Keyin Bruce Lee'ning o'sha mashhur intervyusini ko'rganman. Tanangiz haqida yomon gapirmang, garchi hazillashib bo'lsa ham degandan keyin nimadir negativ fikr kelsa miyamga quvardim-da, faqat tanamning ustun jihatlariga fokusimni qaratardim. Tanamiz bizni eng katta support qiluvchimiz. Uni yaxshi ko'rishimiz uchun biz dunyoni beauty standartlariga to'g'ri kelishimiz shart emas, chunki u ham odamlar tomonidan tuzilgan. Just ignore them and love yourself. Obuna bo'ling. Har safar O'zbekistonga kelganda maza qilib yashayman-da, sababiga o'qishimiz bilan yoki ishimiz ko'chib, nuqul chet el yashashimizga to'g'ri keladi. O'zi ham urf-odatlarimizni, yaqinlarimizni, ovqatlarimizni sog'inib kelaman. Mazza qilib rohatlanib olaman har kelgan paytimda. Agar siz ham O'zbekistonda yana ham mazza qilib yashashni xohlasangiz, chetga chiqib o'qib kelishingiz kerak. Shunda yaxshilab qadriga yetib kelasiz. Buning uchun sizga ingliz tili kerak. Kecha ingliz tili kurslarimizga qabulni ochdik. Bugun kurslarda skidkani oxirgi kuni profil shapkasidagi botda hamma ma'lumotlar berilgan. O'zi umuman ingliz tiliga qiziqmas hech bo'lmasa boshqa narsani o'rganishni boshlang. Odamning miyasi o'rganishdan to'xtamaslik kerak. Sababi agar u to'xtasa, g'iybatlarga yoki bo'lmasam odamlarning siz haqingizdagi fikriga ko'proq fokus qilasiz va yashash qiyinlashib ketadi. Bundan 6 yil oldin men qizlar bilan praktikaga bankka borganman-da, kursdoshlarimiz bilan qatnardik. O'sha paytda bo'lim boshlig'i juda ham yaxshi odam edi, yaxshi inson edi. O'sha odam bir kun telefon jiringladi, gromkada gaplashdi, baland ovozda gaplashdi. Ayol aytdiki, "Iltimos, keling uyga, men boshim og'riyapti, iltimos bolaga qarab turing, men uxlab olaman" dedi. Bo'ldi, xo'p, men ketdim, uyga borib kelishim kerak ekan deb ketdi uyga. O'shanda aytdiki, qizlar o'zimizcha yig'ilib, men ham o'ylayapman ichimda. Tavba, ayolam shunaqa bo'ladimi? Qarasa bo'lmaydi, bolasiga shunaqa yaxshi odam turib o'rnidan ketdi, faqat shu ayol eplosiz ekanda degan o'y o'tdi. Mana hozir aeroportda o'tiribman. Meni ham boshim og'riyapti. Samolyotda qizimizga faqat Anvarga qaradi. Rosa uyqusirab yig'ladi, Anvarga ko'tarib yordam berib yurdi. Keyin bitta ayol kelib menga aytayapti, "Shunaqa ham eplosiz ayol bo'lasanmi? Dadasi qarayapti faqat, turibsan ham qara ona bo'lib" dedi-da. O'zim dadasi-ku hech narsa qilmaydi dedim, lekin odamlar haqida o'ylagan o'yimizgacha hatto o'zimizga qaytib keladi, qarang. Bitta zo'r narsa o'qib qoldim-da, hech qaysi fikrni va g'oyani noto'g'ri demang. Kimnidir vaziyatida qaysidir odam uchun o'sha narsa ishlaganki, shu g'oya yaratilgan. Ya'ni sizni vaziyatingizda ishlamayapti, sizga to'g'ri kelmaydi degani o'sha g'oya butunlay noto'g'ri degani emas. Demak, qaysidir fikrni tanqid qilayotganda, mening fikrimcha noto'g'ri yoki bu narsa menda ishlamaydi deb fikr bildirishimiz kerak ekan. Qiziqarli mavzular oldinda obuna bo'ling. 2015-yillar o'zimizcha opa-singillar aqlli bo'lib qolgan paytimizda hammamiz to'rtalamizdan dadamga o'xshagan bo'y baland ozg'inmiz. Onam o'sha paytda ozgina vazn yig'ishni boshlagandida, opamga aytardik, "Opajon, siz ozishingiz kerak", onam opa derdik. "Ozishingiz kerak, sog'ligingiz uchun ham ozishga harakat qiling, parhez qiling" derdik. Bir kun o'sha gapimizni dadam eshitib qoldi-da. "Nima deding meni xotinimga hozir?" dedi. "Meni xotinim sizlarni tug'aman deb, katta qilaman deb yoshligini, qomatini, chiroyini berdi. Endi sizlar katta bo'lib shunaqa deysizlarmi? Turing qol hammang uydan. Kerak emas bizga bunaqa bolalar. Boshqa tug'ib olaveradi meni xotinim" deb urushib berdi-da bizda. Shu bilan opam qomat haqida umuman gapirmay qo'ydik. O'zimga turmush o'rtoq tanlaganimda ham hech qachon dadamning menga bo'lgan munosabati bilan solishtirmaganman. Dadam onamga munosabat qilgandek munosabat qilsin menga ham yigit deb turmush o'rtoq tanlaganman. Qiziq mavzular hali oldinda, obuna bo'ling. Noto'g'ri odamga ko'ngil berishni badali rosa ham og'ir bo'ladi. Ba'zan bu butun umr to'lanishiga to'g'ri keladi. Gap yaxshi odam yoki yomon odam bo'lishda emas, yaxshi odam ham yomon odam ham Dostoyevskiyning Telba asarida noto'g'ri tanlovi uchun ikki xil tarzda hayotlarini shunchaki barbod qilishadi. O'shaning uchun tanlovda juda ham ehtiyot bo'lish kerak va Dostoyevskiyning Telba asarini o'qish kerak. Obuna bo'ling. Bir kuni erimdan qizimizni o'zingizga o'xshagan odamga turmushga bergan bo'larmidingiz desam, albatta dedi. To'g'risini aytsam, men ham rozi bo'lardim. Keyin menga qarab, o'g'limiz bo'lsa o'zingizga o'xshagan kelin berarmidingiz deb qolsa bo'lardim. Ozgina o'ylanib qoldim-da, ha, beraverardim. Qarang, qanaqa baxtli odamsiz siz desam, baxtliman, shu ora-orada ovqat yeb tursam ham zo'r bo'lardi deb kulgandi. To'g'risi, Italiyaga kelib pishirishni ancha o'rganib qoldim. Ungacha ko'pincha buyurtirib yerdik. O'zbekiston restoranlari juda ham shirin axir. Hafta oxirlarida katta uyga borsak, qaynotam hazillashib, erimga ol bolam, uy ovqatlaridan to'yib yeb olgin derdi. Ya'ni men ovqat
ovqat pishira olmasligimni bilishardi. Bu yerda sevimli ovqatlarim ko'p, lekin pasta va pizzani har kuni ham yeya olmayman. O'zimizning ovqatlarni yegim keladi. Majbur o'zim pishiraman. Baxtimga yorim umuman ovqat tanlamaydi, lekin o'ylasam oxirgi paytlar pishirishni qiyoryapman. Ishoning, pishirish eshitilganichalik oson ish emas. Biz yo'q narsani bor qilib yasayapmiz, yaratyapmiz. Shuning uchun har ovqatda meni maqtarmikan deb erimning ko'ziga mo'ltillab o'tiraman. Maqtab yemasa ko'zimga shunday yomon ko'rinadi. Bekor turmushga chiqdim bunga deb o'ylab qolaman. Anyway, qiziq mavzular hamda videolar hali oldinda. Like bosib obuna bo'ling. Dadasini erta yo'qotgan farzandlar qanaqadir sovuqqon bo'lib qoladi deb o'ylayman. U hamma uchun gapirmayapman, o'zimdan misol qilib gapiryapman. Masalan, men xohlamasam ham hamma narsaga qanaqadir tayyor bo'lib qolganman. Hech kimga bog'lanib qolmayman. Atayin qilmayman, lekin hamma munosabatlarning oxiri borligini anglab turaman. Hatto bolamga ham bog'lanmayman. Ya'ni otasini erta yo'qotgan bolalar yaxshi biladi. Hamma odamni yo'qotish mumkin va hamma yaralar sekin-sekin bitib ketadi. Hech narsa qo'rqinchli emas.